Assalomu alaykum. Oygan uyg'un topimiz qarindoshlar, yaxshisi yaxshilinglarmi? Necha kunlar bo'ldi bu to'pida qulamadim, ba'zi sharoitlarim yer bermadi. Hozir ma boshqalarni anglamadim, o'zim turib gap qilay deb qoldim. Hurmatli qarindoshlar, men atdigan ma bu firqatning to'pi, ya'ni sabdoshlar to'pida men bir necha odamninki bu to'pqa biroq Turkiyadan kirganligini ko'rdim. Qarsam 90. Shu qarsam bir nechisi arabcha ism bilan kiribdi. Nurg'un gaplarni arabcha yozyapti, arabcha qilgan keyin men gap qildim. Uyg'urcha yozsanglar deb. Endi hurmatli qarindoshlar o'ylab boqayli. Mening deganim to'g'rimi, xatomi? Biz Uyg'ur qurilayotgan to'plar mush mayli Uyg'on Uyg'ur bo'lsin, mayli sabdoshlar bo'lsin, mayli Uyg'ur ovoz bo'lsin va yoki boshqa to'plar bo'lsin, Uyg'urlar to'plashgan to'p. Uyg'ur degan bir millat bor. Uyg'ur degan bir qavm bor. Xitoyning qirishiga, dafsanda qilishiga uchrayotgan Uyg'ur degan millat bor. Biz mush Uyg'ur millatning avlodi. Biz mush Uyg'ur millatining bir parchasi bo'lganligimiz uchun Uyg'urning zulmini dunyoga anlatamiz, qarindoshlarimizni to'g'ri yo'lga yetaklaymiz deb mush to'plarni qurib so'zlayapmiz. Endi bu to'plarda, mush to'plarda Uyg'ur qarindoshlar bilan birga bizning bizim Türk nima qon sistemasiga kirimizmi? Nurg'un turkiy millatlar bor biz bilan. Til jihati o'rtaq, dinimiz o'rtaq, diniy qarindoshligimiz bor, qon qarindoshligimiz bor, mushtaq qarindoshlarimiz bor. Endi bu qarindoshlarimiz mishada mayli o'zbek salom qilsin, mayli qozoqcha salom qilsin, mayli salom qilsa biz shuni tushunalaymiz. Shumsa ishqig'iz gap qilsa biz 80% tushunamiz hammasini gapini. Bular bizning qarindoshlarimiz. Ammo arab bizning hech nimamiz emas. Qonmi bağımız yo'q, hech qanday beg'imiz yo'q, hech qanday bog' yo'q biz ular bilan. Hech qanday. Shuning uchun o'zining ismini nomus qilmay arabcha qo'yib olib, o'zini ummat deb, o'zini Allah razı olsun deganimi, arabcha birisi o'lib qolsa-mu, yotgan yeri jannat olsun deganim arabcha mushta yozayotganlarga davatman. Bundan keyin undaq yozmanglar ma to'pda. Qat'iy yozmaydi-ku bizning qarindoshlar yozmaydi. Biz qachon Uyg'ur bo'lgan vaqtimizda, Uyg'ur tili bo'lgan vaqtida, Uyg'ur madaniyatimiz madaniyat bo'lgan vaqtida, Uyg'ur kiyim-kechaklarimiz Uyg'urcha bo'lgan vaqtida, tomoqimizmi hamma narsamiz Uyg'urcha bo'lgan vaqtda biz Uyg'ur bo'lib qolamiz qarindoshlar. Uyg'urning faqat mavjud bo'lishi ma'lum shartlar bilan bo'ldi. Bu shartlarning birinchi sharti Uyg'ur. Tiling Uyg'ur. Uyg'ur. Uningdan boshqa. Biz tarixda bashchun ziyonlarni topdik. Biz mushkullar qildik qarindoshlar. Mushu qilayotgan kunlarningki nimasi degan vaqtida qilganda tarixdan biz qaram islomga ko'chgan vaqt, islom dinini qabul qilgandan keyin butunlay arabdan kelgan, yana bir yerdan kelgan yog'a mollalar kelib bizga dinni butun ta'tir o'gitib keldi. Buning bilan zaharlangan Uyg'ur xalqining ba'zi odamlarimi shu dinni birinchi arab deb bildi, musulmonlik arabning kiyimi deb bildi, musulmonlik arabning tili deb bildi, musulmonlik Uyg'urning ismi deb bildi. Shuning bilan nurg'un hatto xeyli bir undaq aytganda adabiyot sohasidagi kishilar hatto arab ismlaridan lug'atlarni tuzib taqib biz shuning bilan zaharlangandik. Shu ismlarimiz faqatla bo'pmomish yaqin yillarda texmi arablashishga boshladi. Bundaq arab oshiqligi bilan biz Uyg'urni qutuldira olmaymiz qarindoshlar. Hech qachonda arab Uyg'urcha ismni qo'ymaydi. Musulmonga avayat bir musulmon baka deb. Hech qachonda har qanday arab biz uchun yig'lamaydi. Bu mush amaliyotda ko'zimiz ko'rib turibdi, beshimiz kelyapti. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida buni ming qitim dedim. 50 necha musulmon davlat Xitoy tarafda turib ovoz berdi. Bizga siz o'shlik qilayotgan, kofir deyotgan
davlatlar biz uchun ovoz berdi. Ovoz berdi. Hozir Xitoyning tashviqotidan nima deyapti? Yüz neçə Müslüman dövləti bizdən razı, bizning qilayotganimizni to'g'ri deyapti deb tashviqotidan qilyapti qarindoshlar. Qarindoshlar. Tarixda o'tkazgan xatoliklarni yana o'tkazmayli. Tarixda o'tkazgan xatoliklarni biz qayta o'tkazsak bo'lmaydi. Vaqtimiz eng oxirgi vaqtimiz. Hozirgi vaqtimiz. Men shunday o'ylayman. Eng oxirgi vaqtlarimiz. Bizdan sal kichiklar yashab o'lgandan keyin Uyg'urning davosini qildigan odamni bo'lmay qilishi mumkin, qarindoshlar. Bo'lmaydigan qerish. Shu zaminda mustaqil bo'lish uchun shu zaminda yashaydigan Uyg'ur bo'lish kerak, tili Uyg'ur bo'lish kerak, ismi Uyg'ur bo'lish kerak, kiyimi Uyg'ur bo'lish kerak, yemaklar Uyg'ur bo'lish kerak. Hech qachonda Xitoycha gap qilib Uyg'ur bo'la olmaymiz. Arabcha gap qilib Uyg'ur bo'la olmaymiz. Siz arabga vakillik qilsiz. Xitoycha tunganda qilib olmay, ish bo'lmaganda o'zimizni ya susaylıda ya to'g'ri gapni qilayli. To'g'ri gapni qilayli. Mush hangtan qalma. Hangtan bugun ashada men shuna chiroq gap qildim. Bo'z Uyg'urcha yesingiz desam, musulmoncha salom beribdi deydi. Musulmon salom berib degan gap bo'lamda, Uyg'ur salom bersin, assalomu alaykum deb yozsin. Men albatta va alaykum assalom deb yozma. Xitoydan degizmayotsa, sen degizmayotsan deyotdi. Xitoyning degizmagini bizning Uyg'urcha gapimiz. Xitoyning degizmagini bizning Uyg'urcha salomlarimiz. Hech qachonda Arabning salomlarini cheklagan yo'q. O'rab qo'ymadimi paytimga hammangni? İştanning pushqig'ini kesib, kimliklarini tashlab etib, onamninkini yemayman deb yemay, xizmatni ishmayman deb kimliklarini tashlab etib ko'chada qolmadimi? Nurg'un odamlar turmada yotmadimi? Uyg'ur hech qachon cheklamadi. Hech qachon cheklamaydi yanimi? Faqat cheklayotgan nima? Uyg'urni cheklayotdi. Uyg'ur tilini cheklayotdi. Uyg'ur ismini cheklayotdi. Uyg'ur madaniyatini cheklayotdi. Uyg'ur kimga cheklayotdi? O'ziga ravo ko'rmagan taypadan vaqtida qolgan yanglari planshadigan kiyimlarni bizga kiygizyotdi qarindoshlar. Nimishga uyg'onmaymiz mush kungacha? Nimishga uyg'onmaymiz? Sening Oqishtanni planshni kiyib, do'ppini kiyib olganda musulmon bo'lamsa, ya qalbingda musulmon bo'lamsa? Qalbingda musulmon bo'lamsa? Ba'zilari o cami degan Allohning uyi bu yerda mundaq qilmaydi deydi. Diniy olimni anglab boqayli. Camimi xuddi hamma odam to'planadigan yer, bir to'planti qiladigan yer u yerda. Ba'zan o'rtoqlashadigan. Uni Allohning uyi deb Alloh sizga sep qo'ymagan uni. Siz bino qildingiz uni. Xohlasangiz uni har qanday narsaga ishlatalaysiz. Bizning jamiyamizda to'planib ibodatni qila oladigan, to'planib bilimni ola oladigan, to'planib vaziyat bilan so'zlasha oladigan mandaq odamlar yashalish kerak. Tilimiz bilan, ruhimiz bilan. Dema degizma deb gap qilmasa, shunda endi to'pda faqat Uyg'urlar haqida siyosiy muloyiza bo'lgan to'p qarindoshlar. Ular nurg'un to'plarga yo'tkildi. Bo'libmi mushu yaqin vaqtlarda Uyg'urlar va dunyo vaziyatida nihoyat cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti. Xitoyning o'ladigan vaqtiga oz qilyapti, jon talashyapti. Mushu to'g'riliq nihoyat esil gaplarni qilayotgan vaqtida to'pqa gurildab 10-15 kiribla ayadiki nishonni burib yetpardi. Ayadiki qaqning zihnini chichyapti. Ayadiki bizdaklarning energiyasini sarf qilg'izyapti. Bulardan men hech qachonda Uyg'ur uchun qildi deb o'ylamayman. Xitoy uchun xizmat qilyapti. Endi to'pda butunlay buni da'vatsak, u to'pning sifatiga texim daxl etadi. Attiyamiz 7 yil vaqtimizni oldi. Shuncha ma'lum to'pda so'zlayapman. Hurmatli qarindoshlar, mush turayotgan qarindoshlarim, anglayotganlar, yana bir qitim bo'lsa-mu mushu bir radikallikni tugitayli.
ismdan bo'lsin, yeziqdan bo'lsin, birisi o'lib qolsa, arabcha yeziq ko'rsatmay, uyg'urcha deyli, yotgan yeri jannat bo'lsin deb. Allah gunohlarini pak kechirim qilsin deyli agar gunohlari bo'lsa. Arabcha yazsang kim o'lim egisimi tushunamdi, tushunmamdi nimdayotganingni. Nimdayotganimizni. Biz tushunamdi. Nima uchun o'zimiz qiynaymiz? Boshqa tillar bilan boshqa tillarni bilish, hatto dushmanimizning tilini bilish bek yaxshi ish. Dushmanimizning tilini bilishmi nihoyat yaxshi bir ish. Chunki biz uning tilini bilsak, uning nima suiqasdlarni qilayotganligini biz bilalaymiz. Ammo uni qabul qilib bizga til qilib olsak bo'lmaydi. Biz uchun singdirib asilmasiya bo'lsak bo'lmaydi. Biz o'zimizning tilini saqlab qolgan asosda boshqa tillarni o'rganish bu sharaf, hech qachon xato ish emas. Allah bizni mushtaq har xil rangda, har xil shaklda, har xil tillar bilan yaratibdi bizni. Shu tillar bizga mansub bo'libdi, biz tug'ilsak ajdodlarimiz shundaqki. Shu tilda Allah bergan shu sharoitda biz shuni nim qilaylik. Shu tillarimizni qo'g'daylik qarindoshlar. Shu tilimizni rivojlantiraylik qilinglar. Endi mushtubda men endi unda sam bu birdimisi mundaq deydi demanglar. Agar bu da arabcha ism bor, arabcha duo qilgan, arabcha qilgansa men chiqarib aytma. 5imiz qasaqmi sap qalaylik, 5imiz qasaqmi go'zal qalaylik. Oxir yana bir gap kelib qoldi. Bugun men bu Turkiyada bir yer bordimda, bir jamiga ziyoratga bordim o'g'lim bilan. O'g'lim dedi, "Apa, shu yerga boraylik, o'sha duo qilgash, atroflarni ko'rib kelaylik" dedi. Men dedim, "Bolam, duoni hamiyat qilsak bo'ldi, ammo ko'rib kelaylik" dedim. Ma'qul deb bordik. Bu yer bek chiroyli, bek pokiz, bek nimikan. Endi aqlim hayron qoldi pokizlikqa. Shu jamining atrofida bir buzilib ketgan bir tosh undaq tamdak bir narsa varken, yana bir yeyiz bina turdi, o'g'liqi o'rlib shida töbeler bilan qilib qo'yibdi. Bu nimika desa, burun mushu qadimgi zamonlarda mushu nimlarninki, rumlarninki sağan ibodatxonalari, rumlarning sağan nasliki. Shular yasaganki. Shuni Turkiya davlati qo'g'dab, ya'ni chiroyli shu petni saqlab etibdi-da endi bu. Shu millatga xosga. Uning yanida Uyg'ur jamisi bor ekan. Uning atrofida Uyg'ur jamisi menga turk jamilari bor ekan. İnsanlar shundoq pokiz, shundoq ratlik ashak kirib namozni o'qib chiqyotdi qarindoshlar. Namozni o'qib chiqyotdi. Qarab aqlim hayron qoldi. Biz her qandaq madaniyatlarni hurmat qilgan asosda o'zimizning madaniyatini saqlab qolganimiz bek muhim. Turkiya kelsanglar, masalan Turkiya kelsak, nurg'un boshqa davlatlarda, boshqa millatlarning naslari izlari bor. Ammo eng madaniyatlik, eng umumlashgan, eng 100% üstü turgan, ya'ni Turkning madaniyati, Turkninki tarixi, Turkninki tili, Turkninki qahramonlari, Turkning qurgan davlatlari mushlar bor ekan. Men buni bir Atatürk'ninki nimasi chiqib, qabrisiga chiqqandan keyin bir video ishlayman deb o'ylab o'tatdim. Texu uyaga berishga nasib bo'lmadi. Nasib bo'lmadi. Bularni deyman. Shuni qarab o'ylab qoldim-da. Biz nim degan bir kalva adamlar deyman. Tarixda bir iz qoldiramay, tarixda o'zimizning qoldirgan ism naslini qo'g'diyolmay, yana Falastin ummat yana bir nima deb o'ylayapmiz. Allah bizga nimni berganmiz shuni qilaylik. Arab so'zlashganimiz, arabcha kiyinganimiz, arabcha duo qilganimiz hech qachonda biz dinimizni bek voyaga yetkazayotganimiz emas qarindoshlar. Allah'ның degeni o emas. Allah hammamizning Allohsi. Biz Allah qilgan narsaga bir jig'nichilik biz kirgizolmaydi ekanmiz. Aç jamining oldida shundoq nurg'un kaptalar bor, hammanglar bilsizlar. Biz vatanda faqat kaptavozlar boqidi deb bilatdik. Bizning qo'shnimiz kaptavozdi, shu boqatdi, yana bir boqat shuni. U kaptaning oq bilan qarsi bormiki, shuni bilatdim, men bilmatdim tuzak.
Aşça mening nimdiki kaptalar qarab yaqin kelib bolam dedim. O nim degan chiroyli bu kaptalar nimda esil deb yaqinroq kelib qarasam, iliq kaptalarninki mosh paylaridagi ranglar qarab haqli hayron qoldi. Eng usta rassam bo'lsa undaq qilolmaydi. Ma bir jonliqninki badaniga rangni Allah o qadar chiroyli o'rlashtirgankin, iliq bo'ynida binafsh rang va ko'kish rang va nima chayzirang bir rang turdi. Kulrang bir rang turdi. İliqi şundaq qandaq tizdi, qandaq qildi, hangtang qilib Alloh ya Allah, sening qudratingga hech kim shak keltirmaydi dedim. Albatta, Allohning qudratiga, Allohning yaratgan dunyosiga, Allohninki mush dunyoni ish xatosiz tuzga yaratganiga hech kim birdim dalanmaymiz qarindoshlar. Har qandaq iymon etgan bandisi Allohning qudratiga qoyil bo'lib etidi. Allah məsələn bizni aldı bilan insan qılıb yaratdı. İnsan bolğanken hər birimiz özümüzün şu mühitlərdən özümüz düşündüyən tillarni icad qılıb tillar bilan bir-birimizdən sözləşdik. Bir-birimizdən sözləşdik. Ana muş insanlarni Allah bizni muş yaratqandan keyin bizning tanlagan yollarımız, bizning tutqan nima özümüzünki tarix yaratqan nurgun mədiyyətlərimiz var. Hər qır millət özünün mədəniyyəti bilan şu millət bovatıdı. Biz Uyğur bolsaq, Uyğur mədəniyyəti bilan bovatımız. Bovatımız. Biz heç qaçanda Ərəbnin mədəniyyətini özümüzə tac qılasaq toğru olmaydı. Ərəb tilini bilmən deməyəm. Qur'anı ərəbcə oqub, eşimi düşənməydiğandan ləkmini var. Vay, anlısım savab buldu deb. Düşənməyən nəsin anlısı onun savabını nədən alalaydı insan? Bizning olimlarimiz Uyg'urcha tarjim qildi. Shunda esal tarjim qildi. Biz hozir shuni o'qib, nurg'un narsalarni bildik, burun bilmaganni. Bizga yog'andan o'gas shuning qarishtig'ida kuchimiz bor hozir. Qarishtig'ida kuchimiz bor, dalalaymiz qo'rqmay. Nima deb xato qilsa deymiz. Endi hozir musha açığım nimlen davatma bilmeyli kettim azın. Çetel yaşavatımız. Bizden kitap görüdüğün, uygunduğun, kıldığın şundaq şaraitimiz yaxşı qarindoshlar. Hazır onun dikin her qandaq düşenmegen nərsini tərcüm qılımız, anlayımız desek, minut içinde tərcüm qığzalayımız qarindoshlar. Undaq olğanken, yani bir qitne vaqtimiz bek az qarindoshlar. Vaqtimiz bek az. Bir gün busumu Uyghur bo'lib yaşaylı, bir gün busumu Uyg'urni yaşaylı, bir gün busumu Uyg'ur tilini yaşaylı. Biz Uyg'ur bo'lsak, şu Uyg'ur ziminida tura olamiz. Biz Uyg'ur bo'lmay turib qilolmaymiz. Agar biz yani ümmetçilikning, yani Arabchilikning qo'ng'il yuradigan bo'lsak, biz yo'q qarindoshlar. Yo'q. Mani aniq bilishimiz kerak.